Bolajonim, sizni ko'rgani opajoningiz Samarqanddan keldilar. Opajonisi kim deb o'ylaysiz? Qizcha deb o'ylaysiz. Qizcha kutyapsiz, a? Yaxshi ko'rasizmi qizlarni? O'g'il bola bo'lsa ismini nima qo'ymoqchisiz? O'ylab ko'rmadingiz, a? Qiz bola bo'lsa kim deb qo'ymoqchisiz? Sabrina. Voy, juda ham chiroyli. Opajonisi ham shunaqa uyatchan, kam gaplar. Tak, oyjonisi ham polini bilmaydilar, opasi ham bilmaydilar. Bizda hech kim bilmaydi. Bolajonim, sizni kimligingizni opajoningizga biza aniqlab berdik. Opajonisi ichidan ayolcha chiqsa biza o'g'il bola, qo'g'irchoq chiqsa qiz bola bo'lamiz. Bismillah deb oching. Ko'rsatingchi. Xafa emasmisiz?